Men sizlarga o'zimning hayotimdagi bir voqeani aytib beraman. Men ota-onamning erkak farzandiman. Vaqtimni bekorchi ishlarga sarflar edim. Kunlardan bir kun o'rtog'im bilan ko'chadan ketayotgandik. Birdan ko'zim judo klubiga tushdi. Ichkariga kirdik. Bizni Diplomat judo klubi va ustozi O'lmas Guliyev kutib oldilar. Ustoz bizga judo nima ekanini o'rgata boshladi. Hurmatni, intizomni, sabrni. Judo Zigaru Kano tomonidan yaratilganini aytdilar. Kunlar o'tdi, mashqlar ko'paydi, yangi usullar, yangi tashlashlar. Men kundan kunga kuchli bo'lib borardim. Bir kuni meni zalning eng yaxshi sportchisi deb e'lon qilishdi. Keyin biz xalqaro turnirga yo'l oldik. Finalda esa judo vatani Yaponiya sportchisi bilan to'qnash keldi. Hajime. Hamma jim bo'lib qoldi. Men ham. Shunda ustozim yonimga keldi. Menga ishonch berdi. Tur, sen qila olasan, dedilar. Men o'rganganlarimni esladim va bor kuchim bilan jang qildim. Hajime. Natija ippon. Men g'alaba qozondim. Diplomat jamoasida kuch bor, ishonch bor, mashg'ulotlar har Medalni menga O'zbekiston judo federatsiyasi raisi Azizjon Komilov o'z qo'llari bilan taqdi. Yurtimiz madhiyasi yangradi. Zal qarshisidagilarga to'ldi. Bu unutilmas lahza edi. sabr bilin, yurakda g'urur, bu bizning yo'l. Diplomat judo, yuksak maqsad, kuchli ruh bor. Endi mening maqsadim bitta, olimpiada.